Lagerlar taqalsa, мәселеміз hal bulamdı. Abdori Doktor Məmtimin. Qayta tərbiyələş mərkəzi deb atalğan 2-ci Dünya urushi məzgilidəki jaza lagerlarga oxşaydigan yig'ilish mərkəzləriga tutub ketilgan kishilarning tez ko'payishiga ergishib, uning ig'ir ta'siriga uchragan vatan sirtidagi keng xalq ommasi o'zligidan uyg'onib, bu yig'ilish mərkəzləri yoki jaza lagerlarini taqash uchun har xil faoliyatlarni ilib beryotidi va u kunning baldiroq kelishiga qattiq taqozo bo'lyotidi. Tashkilotlarimiz va keng xalq ommasining tirishchanligi bo'libmi o'zlari jazo lager hayotini beshidan o'tkazib boqqan va yoki oilasidagi yaqin urug' tuqqanlari jazo lagerlarida jazolanayotgan ba'zi qarindoshlarning dadillik bilan o'ttirg'i chiqib, guvohlik berib, xalqaro matbuotlarni va munosabatlik organlarni birinchi qo'l isbotlar bilan ta'minlashi bilan yolg'iz dunyodagi nurg'unlagan matbuotlar va inson haq-huquq tashkilotlari Uyg'ur masalasiga alohida o'rin berib qolmasdan, balki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Amerika hukumati, Yevropa Birligi, Yevropadagi bir qism davlatlar va Avstraliya parlamenti Uyg'ur masalasi to'g'risida o'xshamagan inkoslarni qaytardi. Xalqaroning bu inkoslarini ko'rgan ba'zi qarindoshlar jazo lagerlarining pat yaqinda taqildiganligini va lagerdagilarning pat yaqinda ozodlikqa chiqadiganligini o'ttirg'i qo'yishyapti. Xalqaroning Uyg'ur masalasiga shunchalik ko'ngil bo'lishi haqiqatanmi tarixda bo'lib boqmagan va odamga umid bag'ishlaydigan zo'r bir ilgirlash. U xalqimizning davoni xalqaralashtirishda qo'lga keltirgan cho'ng bir natijasi. Bularning hammasi bizning xo'shallanishimizga arziydigan bir ish. Biroq bular vatandagi jazo lagerlarini taqashga yetamdi. Xalqimizni beshig'i kelayotgan kulfatlardan qutuldira olamdi. Agar jazo lagerlari taqalsa, biz rostilla tashnaligimizga qonimizmi? Vatandagi urug' tuqqanlar va keng xalq ommasi rohat toparmi? Ba'zilar aytgandek, lagerlar taqalsa, rostilla lagerdagilar ozodlikqa erisharmi? Bularning hammasi bizning o'ylanib beqishimizga arziydigan muhim masalalardir. Agar biz vatandagi vaziyatning o'zgarish ahvoliga nazar soladigan bo'lsak, bizni qattiq qayg'u hasrat va tashvishga solgan bu keng ko'lamlik yig'ilish o'ttirg'i chiqishdan ilgari xalqimizning o'xshashla rohat emasligini, qarshilik harakatlarining o'zliksiz yuz berib kelayotganligini, vaziyatning kundan kunga kaskinlashib kelganligini ko'rib bilish uncha qiyin emas. Biz vatanning yaqinqi 70 yillik tarixini qo'yib turib, Sovet ittifoqi parchalangandan keyingi vatanimizdagi vaziyatning o'zgarishiga qarab baqsaq, vatanning vaziyati bu 27 yil ichida yildan yilga nachar bo'lib kelayotganligini ko'ra olamiz. Baran vaqasi, G'ulji vaqasi va boshqa nurg'unlagan cho'ng kichik voqealar yuz berdi. Xitoy hukumati norozilik bildirgan va qarshilik ko'rsatganlarni qattiq bostirdi va vaziyatni kaskinlashtirdi. Xalqimiz bo'lsa, vaziyatning kaskinlashishini Xitoy hokimiyatidan emas, qarshilik bildirganlardan ko'rib, ularni singan nonni yeb jim o'ltirgan bo'lsa, bundaq kunga qolmaydiq deb ayblashdi.
Bo'libmi 2008-yildagi Beijing Olimpikning oldi keyni va 2009-yildagi Urumchi qirg'inchiligidan keyingi vaziyatga qaraydigan bo'lsak, jazo lagerlari yo'q vaqtlardimi xalqimizning ahvolining nacharligi hammamizga ma'lum. 2006-yildan e'tiboran yolg'iz vatan ichidala emas, balki Xitoyning ichkir o'lkalarida va atrofdagi Xitoyning ittifoqdosh davlatlarida yashayotgan Uyg'urlar har xil cheklamalarga uchrab, xalqimizning ahvoli burunqidan ko'p yomonlashgan. U chog'larda biz Olimpik tugasa vaziyat yaxshi bo'ladi deb o'z-o'zimizga tasalli bergan edik. Olimpik tugab vaziyat yaxshi bo'lmay, texmi jiddiylashganda Xitoyning 1-oktyabr davlat bayrami o'tib ketsa, undan keyin Chag'on o'tib ketsa, vaziyat yaxshi bo'ladi deb o'z-o'zimizga tasalli berdik. Uningdan keyin Shovgan vaqasi va Urumchi qirg'inchiligi yuz berdi. Undan keyin xeyli uzun bir mezgil vatanning vaziyati texmi keskinlashdi. Butun telefon aloqa kesildi. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyin vatandagi butun telefon aloqa kesilib, vatandagi urug' tuqqanlar bilan bo'lgan aloqa uzilganda telefon aloqaning tezroq asliga kelishini, vatandagi urug' tuqqanlar bilan tezroq aloqa qilishni umid qilgan edik. Amdilikda bo'lsa, telefon aloqa kesilgani yo'q. Hatto undidarmi ochiq. Biroq vatandagi urug' tuqqanlar bilan bo'lgan aloqa o'xshashla cheklamaga uchrayotdi. Yolg'iz lagerga so'langan urug' tuqqanlar bilan bo'lgan aloqa uzilib qolmasdan, balki lager sirtida erkin yashayotgan tuqqan va do'st birodarlar bilan bo'lgan aloqami mumkin bo'lmayotdi. Ahvol shundaqkan, lagerlar taqalsa, xalqimiz rohat toparmi? Lagerlar taqalsa, lagerdagilar ozodlik chiqarmi? Hozir xalqimiz yuzlanayotgan eng cho'ng tahdid va iskanja yolg'iz jazo lagerlari ichidala cheklanib qolmasdan, jazo lagerlari sirtidagilarmi har kuni degidek har xil vahima ichida yashamoqda. Milliy ma'rifni cheklash, qo'sh tilliq ma'rif nomi bilan tilimizni cheklash, dinimiz, tariximiz va madaniyatimizga munosabatli kitoblarni ko'ydirib tashlash, majburiy to'y qilish, halol bo'lmagan yemak-ichmaklarni iste'mol qilishga majbur bo'lish, diniy e'tiqod ig'ir darajada cheklanish, mechitga kirib namoz o'qish uchun hukumatdan oldin ruxsat elib kenishga bejirish, kenishkisi yo'qlarning mechitga kirishi cheklanish yoki jazolanish, mehmondorchilik va tuqqan yo'qlashlarga cheklama qo'yish, partiga berish uchun ruxsat elish va parti qiladigan vaqtni belgilagan muddat ichida kontrol qilish, milliy kimlikni butunlay yo'qotib tashlashga urinish qatorliqlarning hammasi lager sirtida yuz berayotgan ishlar bo'lib, bu sabablar tufaylidan lager sirtidagi xalq duch kelayotgan ruhiy va jismoniy besim lager ichida jazolanayotganlardan ko'p farqlanmasi kerak. Men umidsiz bir odam emas. Ham mening hech kimni umidsizlantirish, hech kimga so'q suv sepish maqsadim yo'q. Men faqatla masalani mantiqliq o'ylab, reallikni atrofliq muloyiza qilish orqali o'z-o'zimizni aldashdan saqlanishning zarurligini o'ttirg'a qo'yib o'tmoqchiman.
Xitoy hökuməti jazo lagerlarini açqanda cho'qim bir maqsadga yetishni planlagan bo'lishi mumkin. Jazo lagerlari u maqsadga yetish uchun qo'llanayotgan choralarning biri. Hammasi emas. Ular o'zlari tamoman mag'lub bo'lishdan burun bu planidan aldirab voz kechmaydi. Hozir ko'pinchimiz lagerlarning xalqimizga zo'r tahdid bo'layotganligini ko'zda tutib, davoni 100 metrlik tez yugurishga aylantirib, xuddi lagerlar taqalsa, xalqimiz erkin nafas ola oladigandak bütün kuch va zehnimizni lagerlarni taqashga qartyapmiz. Mening qarshimcha, lagerlar herkes bundaq asan taqalmaydı. Yoki taqalgan taqdirdimi mohiyat jihatda cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Xalqimiz o'xshamagan usulda davomli jazolanishi mumkin. Agar biz masalaning mohiyatini ta'kidlamay, nuqul holda nishonimizni lagerlarni taqash qilib olsak va yoki kuchimizni lagerlarni taqashqa markazlashtirib olsak, mayli lagerlar taqalsin yoki taqalmasin, vatan ichidagi xalqimizning ahvolida cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Natijada vatan sirtidagi xalqimiz orasida umidsizlanish kelib chiqishi mumkin. Shunga xalqimiz orasida davoni to'g'ri tashviq qilishimiz, xalqni quruq umidlantirmasligimiz ham shundaqla umidsizlikning oldini olishimiz kerak. Dushman hamon bir kuni mag'lub bo'ladi. Bu kunlar bundaq davom qilavermaydi. Xuddi Martin Luther King degandek, ezilgan xalq mangu izlayvermaydi. Erkinlikka bo'lgan intilish hamon paydo bo'ladi. Ba'zi ma'lumotlarga asoslanganda Xitoy hukumatining tüp maqsadi har qaysi sohalarda ko'zga ko'ringan jamoat ichida ta'siri bor Uyg'urlarni yo'q qilib, Uyg'urlarni o'tgan asrning beshidagi dehqonchilik davriga qaytirish, Uyg'urlar ichidagi kasbiy xodimlar sonini tadrijiy ozlatish va buningdan keyin Uyg'urlarni kasbiy xizmatlarga o'rinlashtirmaslik, uning o'rniga ma'muriy xodimlarni nisbiy holda ko'paytish, yaxshi o'qigan va hukumatga sodiq bo'lgan Uyg'urlarni ko'plab tuvan qatlamdagi ma'muriy xizmatlarga o'rinlashtirib, o'zining yig'ida o'zining go'shini qo'rish, Uyg'urlarni har jihatdan ojizlashtirib, milliy kimligini yo'q qilish ekan. Amaliyotda bularning hammasi qadamma-qadam amaliylashayotidi va yoki amaliylashishga qarab ketyotidi. Hozir biz qaraydigan bo'lsak, Xitoy hukumatining nazarida o'ziga eng cho'ng tahdid bo'layotgani hargizmi bizdagi zo'ravonlik, bo'lgunchilik va yoki diniy asabiylik bo'lmasdan, balki bizdagi milliy kimlik va o'zimizni ko'nglimizdan Xitoy puhrasi deb qaramaslik. Shu sababdan ularning maqsadimi bizdagi zo'ravonlik, bo'lgunchilik va diniy asabiylikni yo'qotish bo'lmasdan, balki bizdagi milliy kimlik va milliy ongni tamoman yo'qotish bo'layotidi. Muhammad Salih Hojimdan boshlab yosh naqshchi Ablajon Avudgacha, Xalmarat G'obur, Raila Davuddan tortib yosh futbolchi Arifat Hazimgacha bo'lgan Uyg'urlar ichida ta'siri bor deb qaralgan har qanday odamni yo'q qilishi, hatto hukumatga eng sodiq deb qaralgan Nur Bakirning tutqun qilinishi buning tipik misolidir. Hozir hukumatga sadoqatmanligini bildirib kelayotgan Qaysar Abdukarimga o'xshash kishilarmi, agar ularda azroqla
Uyg'urluq еңі болады екен, ularning mu ko'rdigan kuni texi oldida. Hammamiz bilgandek, İlham To'xti Xitoyning zimin butunligiga izchil hurmat qilgan asosda Xitoyning qonuni bo'yicha Uyg'urlarga haq-huquq talab qilgan edi. Xitoy hukumati İlham To'xtini Beijingdan Urumchiga elib berib, bütün Uyg'urlarning ko'z oldida xalqarodagi nurg'un tashkilot va shaxslarning noroziligiga pisand qilib qo'ymay, uningga muddatsiz jazo berdi. Mushuning o'zimi bizda boshqa tanlash yo'lining qolmaganligiga yetarlik dalil bo'la oladi. Amdilikda jazo lagerlari o'tirg'i chiqib, texmi ko'plagan beguna insonlar sababsiz tutqun qilinmoqda va hech qanday qonuniy rasmiyatsiz jazolanmoqda. Jazo lagerlari xalqimizning milliy kimligini yo'qotish jarayonida qo'llanayotgan har xil jazolash usullarining biri bo'lib, u hargizmi Xitoy hukumatining eng oxirgi maqsadi emas. Bir millatning milliy kimligini, u millatning bir qismini fizikalik qirg'in qilish bilan yo'q qilg'il bo'lmaydi. Biroq u millatning ro'yini yo'q qilish bilan u millatni yo'q qilib etkili bo'ladi. Shunga mayli jazo lagerlari taqalsin yoki taqalmasin, Xitoy hukumati har xil usullarni qo'llanish orqali xalqimizni ruhiy va jismoniy jihatdan jazolab, ularning irodasini vayron qilishi, ruhiy holati va psixikasini buzishi va shu orqali milliy kimlik, milliy ruhni yo'q qilish maqsadiga yetishi mumkin. Hozirga qadar Xitoy hukumati jazo lagerlarining mavjud ekanligini inkor qilib keldi. Al Jazeera'ning televizor kanalida so'z qilgan Viktor Gao Xitoy ziyolilarining vakili bo'lish sifati bilan yolg'iz jazo lagerlarini inkor qilib qolmasdan, hatto vatandagi Uyg'urlarning nopusini 6-7 million deb e'lon qildi. Bu hargizmi uning Xitoy hukumati 2015-yili e'lon qilgan Uyg'urlar nopusining 11-30 million ekanligini unutib qilish sababidan o'tirg'i qo'ygan son emas. Bu balki Xitoyning 2020-yillik nopus tekshirishida e'lon qilmoqchi bo'lgan Uyg'urlarning nopusiga nisbatan oldin o'tirg'i tashlagan bir signal bo'lishi mumkin. Shu sababdan men jazo lagerlari taqalgan taqdirdimi Xitoy hukumati Uyg'urlarning milliy kimligini tubdan yo'q qilib, kelgusida xalqimizning ovozini chiqmas qilib qo'yish uchun jazo lagerlarining o'rnini oladigan boshqa xildagi, hatto uningdan texmi ig'ir bo'lgan jazolash usullarini qo'llanishi mumkin deb qarayman. Yaqindan beri jazo lagerdagilarni Xitoyning ichkari o'lkalariga yetkazayotganlik to'g'risida ba'zi xabarlar tarqalishga boshlagan bo'lsa-mu, biroq bizning vatandan Xitoyning ichkari o'lkalariga qatnaydigan poyezd biletlarining 10-oyning 22-kunidan boshlab butunlay to'xtatilganlik xabari e'lon qilingandan keyin Xitoy hukumatining Uyg'urlarni turkumlab Xitoyning ichkari o'lkalariga yetkash plani texmi aniq o'tirg'i chiqyotidi. Bu balki men yuqorida o'tirg'i qo'ygan jazo lagerlari taqalgandan keyinki texmi ig'ir jazolash usullarining biri bo'lsa kerak. Hammamiz bilgandek, Xitoyda 5 avtonom rayondan boshqa 22 o'lka bo'lib, bu o'lkalarning mutlaq ko'p qismida 50 milliondan ortiq, ba'zilarida hatto 100 milliondan ortiq nopus bor. Har bir o'lkaga 20 million Uyg'urlarni chechivassa, 10 milliondan ortiq Uyg'ur xuddi
qumga suv singandek singibli ketidi. Shuning bilan Xitoy hukumati vatandagi lagerlarni rahat taqab, bizning vatanda lager yo'q qilib ko'rsatalaydi. 2020 yillik nüfus tekshirishda Xitoydagi Uyg'urlarning umumiy nüfusida cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Biroq vatandagi Uyg'urlarning nüfusi xuddi Viktor Gau oldin signal bergandek 6-7 millionga tushib qolishi mumkin. Jazo lagerlari Guantanamoda tutilgan qarindoshlar masalasiga va 5-iyul qirg'inchiligiga o'xshash Uyg'ur masalasini xalqaralashtirishda cho'ng rol o'ynadi va o'ynayotidi. Jazo lagerlari yolg'iz da'voni xalqaralashtirib qolmay, burun da'vodan o'zini qochirgan nurg'un kishilarni da'vo sepiga so'rab kirdi. Agar biz jazo lagerlarini markaz qilib turib, Uyg'ur da'vosini umumyuzlik anglatmay, zehnimizni va barliq kuchimizni faqat jazo lagerlarini taqatqizishga markazlashtirib olsak, jazo lagerlarining taqilishi bilan xalqimiz yuzlangan tahdidlar hargiz ozlamaydi. Shuning bilan jazo lagerlari taqalgandan keyin da'voni yana davomlashtirish uchun boshqa bir narsani ko'tarib chiqishga to'g'ri keladi. Shunga bizning maqsad musha jazo lagerlarini o'rnak qilib turib, xalqimizning umumyuzlik ahvolini va da'voning tub maqsadini xalqaroga to'liq anglatib, millatning taqdirini tubdan o'zgartishga tirishish bo'lishi kerak. Agar biz bosh og'risa bosh og'riqini, qo'soq og'risa qo'soq og'riqini davolash bilan mashg'ul bo'lib, og'riq paydo bo'lishining sababiga e'tibor bermasak, bundaq fursat bizga yana kelavermaydi. Erkinlikni hukmron sinib mangu o'zligidan bermaydi. Erkinlik izlaguvchi sinib tarafidan ilinadi. Martin Luther King